Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun 10-noyabr, haftani birinchi kuni, dushanba. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin, ilohim. Bugun kechki ovqatimizga 5 barmoq tayyorlaymiz. Va albatta tovuq go'shtidan tayyorlaymiz. Hozir sabzilarni, go'shtlarni to'g'rab oldim, maydalab. Endi ana qilamiz. Kartoshkalarni archilab olamiz. Keyin suvga solib, miltillatib qaynatamiz. Keyin bularni hammasini bir chekkadan, keyin xamirini qilamiz. Sho'rvalardan solib, suv anaqani xamiri sho'rvalardan solib, xamir tayyorlaymiz. Xudo xolasa. Qani ketdik endi sho'rva tayyorlab, xamirni boshlaymiz endi. Mana sho'rvamiz bir qaynab chiqdi. Hozir olovi pasaydi, to'xtab qoldi. Endi kartoshkalarimizni solib olamiz endi. Kecha bitta obunachim oldingi kapkirdan ishlating, tembolli o'choq degan ekan. Unaqa kapkirim yo'q menda. Borini ishlataman-da, uydagi gazda ishlatadigan. Meni kapkirlarim hammasi shunaqa, hozirgi chiqqan zamonaviy kapkirlar. Oyimdan qolgan kapkir sinib qolgan. Oyimdan qolgan tosh oyna qani deydi-ku, o'shanga o'xshab sinib qolgan. Borini ko'rsataman deymi sizlarga? Mana bir qaynab chiqdi. Hozir yana olovini yana yoqdim. Hozir yana qaynaydi. Kartoshkani solib olaylik endi. Bitta piyozni 2 bo'lib sovordim. Kartoshkani ham solamiz endi. Butun solmadim, bo'lib soldim. Yumshoq pishishi uchun bo'lib sola qoldim. Kecha tovuq go'shtini qovurgan yog'im bordi. O'shandan ham sovordim. Shirin chiqishi uchun. Endi xamirimizni tayyorlab olamiz endi. Telefonni ham batareyasi sal kamayib qolibdi. Buni past olovda qaynatib, xamirimizni tayyorlab olamiz. Shu suvdan ozgina olib, xamir tayyorlab olamiz endi. Mana sho'rvalarni ham solib oldim tog'oraga. Endi xamir tayyorlab olamiz endi. Chiroyli qilib yoqa qo'yib qo'yamiz-da. Xamir tayyorlab olamiz endi. Sho'rvali suvga tuxum soldim. Endi un solamiz. Un solib, unlarni solib oldik. Endi tayyorlab olamiz xamirimizni. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta qo'lda ushlab turibman-da, shuning uchun iloji boricha sizlarga chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Qattiqroq xamir tayyorlaymiz, qattiqroq. Tog'oram surilib ketyapti. Aybga bermaysizlar. Zirali. Zira ham sovordim sho'rvaga. Qazini ta'mi chiqishi uchun. Qattiqroq xamir bo'lsa, xamir chiroyli chiqadi. Mana xamirni ham chiroyli qilib tayyorlab oldik. Endi ustini yopib qo'yamiz. Birpas turguncha nonlarni yasab olaman, keyin tayyor bo'ladi. Tandir oqarguncha yoyib, ovqatlarni ham, nonlarni ham pishirib olamiz, xudo xolasa. Mana ziralik xamirimizni ham yoyib oldik. Yuqorigini ko'rsatamiz. Kesib olamiz endi.
Yufka hamurimizni kesib olamiz endi. Mana sho'rvalarni oldik. Chiroyli qilib. Bu yoqda go'sht, kartoshka, sabzilar bor. Endi xamirlarimizni sovulamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Boya aytdim, endi sizlarga yana eshittirib yana aytay dedim-da. Kecha ham osh qilayotganimda ichimda aytgandim. O'rganib qolganman ichimda aytishga. Sirtimda sizlarga eshittirib aytay. Mana. Endi men aybga buyurmaysizlar, men o'zimni nima shevamdan kelib chiqib keptilar, optilar degan gaplarni ayta olmayman, chunki meni shevam shunaqa. O'rganmaganman, kimgadir yoqish uchun shevamdan voz kecha olmayman, azizbek ajonlarim. Shunaqa gapiraman, xafa bo'lmaysizlar. Aybga buyurmaysizlar. Olaman. Bir qaynatib olamiz keyin lagerlarga chiroyli qilib sovulamiz. Xamirlarni sovulamiz endi. Chiroyli qilib. Sovuq kunlarda zo'r ketadi bunaqa ovqatda. Mana endi sho'rvalarni quyib olamiz endi. Endi kartoshkalarni terib olamiz endi. Mana ovqatimiz ham pishdi. Endi dasturxonga qo'yamiz endi. Nonlarimizni yopib olamiz. Tandiram oqardi. Bitta katta somsa yopardim hozir. Non yopaman qolganiga. Nonlarni ham yopib oldik. Bir chekkadan. Qizarishini kutib, birin-ketinlikda uzib olamiz endi. Chiroyli qilib. Nonpar urdim, nonpar uring degan ekan. Men nonparim kichkinada har joyiga urib chiqaman. Bitta joyini dumaloq qilib nonpar qilmayman. O'shaning uchun ham sizlarga ko'rinmagandir, lekin nonpar qilganman nonimga. Qizargandan keyin uncha ko'rinmay qoladi. Bottirib nonpar urmayman. Har joyiga urib chiqaman nonparim. Uzib olamiz endi qizartirib. Üstüne koyarım bana kıldıralar. Ben olmaz küçülürüm. Nonlarimiz ham pishdi, xudo xolasa. Mana. Hammaga yoqimli ishtaha. Bugungi kunimiz ham o'tdi.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilib yuringlar, ilohim. Hamma yaxshi yotib tursin. Ertangi kunda a'lo darajada uyg'onishlik, sog' salomat uyg'onishlik hammamizga nasib ro'za aylasin, ilohim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha